Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana My O'yin News kanali. Birinchi qismda biz Granny'ning kelib chiqishi va uning sirli uyi haqida gaplashgan edik. Ammo dahshat bu bilan tugamaydi. Bugun biz siz bilan Granny'ning davomi bo'lgan Granny 2 va Granny 3 o'yinlarining to'liq tarixi, uyga qo'shilgan sirli bobo, Grandpa va 3-qismdagi qorong'u qasr sirlarini ochamiz. Qahramonimiz bu safar qanday qilib kosmik kema va poyezdda qochishga muvaffaq bo'ladi? Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Granny 2 va Granny 3 tarixi. Granny 2 va boboning Grandpa paydo bo'lishi. Birinchi uydan qochgan qahramonimiz yana o'sha dahshatli oilaning qo'liga tushib qoladi. Ammo bu safar uy ancha katta va xavf 2 barobar ko'p. Chunki endi Grannyga uning eri bobo Grandpa hamkorlik qiladi. Bobo Grannydan ham kattaroq, battarroq va shafqatsizroq. Uning qulog'i yaxshi eshitmaydi, lekin qo'lidagi Tuvlovka quroli bilan uydagi har qanday harakatlanuvchi narsani otib tashlashga tayyor. Bu uydagi eng katta sir, yerto'ladagi ulkan maxluq, monster va uchar likopcha, ya'ni Ni-Uji UFO qismlaridir. Ma'lum bo'lishicha, Granny va bobo shunchaki aqldan ozgan qariyalar emas. Ular allaqachon o'zga sayyoraliklar va g'ayritabiiy kuchlar bilan aloqaga chiqqan yovuz kimsalardir. Ikkinchi qism. Granny 3 va qo'rqinchli qasr Slendrinaning onasi. 3-qismda voqealar butunlay boshqa darajaga chiqadi. Qahramonimiz daryo bo'yidagi ulkan tashlab ketilgan qasrga asir qilib olib kelinadi. Bu yerda endi nafaqat Granny va bobo, balki ularning nabirasi Slendrina ham paydo bo'ladi. Slendrina o'zining nigohi bilan odamni o'ldira oladigan la'natlangan arvohdir. Agar o'yinda unga tikilib qolsangiz, hayotingiz tugaydi. Bu qasrdan qochish uchun qahramonimizga poyezdni ishga tushirish yoki qasr darvozasini ochish talab etiladi. Granny va bobo har bir burchakda tuzoq qo'yib sizni miltiq va kamondan ochishga harakat qiladi. 3-qism. Yakuniy qochish va g'alaba. O'yinning oxirida qahramonimiz barcha qiyinchiliklarni yengib poyezdni yuritadi va Granny bobo hamda Slendrinaning qo'lidan 3-marta emaklab bo'lsa ham qochib qutuladi. Ular esa qasr darvozasida sizning ortingizdan qarab olam bilan qolib ketishadi. Mana, Granny trilogiyasining ortida shunday dahshatli va sirli xronologiya yashiringan edi. Do'stlar, sizningcha Grannyning uydan qochish qiyinroqmi yoki boboning qasrdanmi? Va siz qaysi uslubda qochishni afzal ko'rasiz? Poyezddanmi yoki uchar likopchada? O'z fikringizni menga qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi o'yinlar sharhida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Va keyingi o'yin qaysi o'yinni sharhlay? Kommentariyaga yozib keting. Xayr salomat bo'ling.